Chust tumanidagi eski bozor haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rishda davom eting. Men sizlarga hozir shu joydagi Chust tumanidagi eski bozorni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Nech pul ekan aka bu? 6 million. Akkumulyator yaxshimi? Necha kilometr yuradi? 60 kilometr yuradi. Instagramga qo'yaman deb elma. 6 million so'm deyishyapti mana shu skuterda. Kerak bo'lsa kelaverasizlar Chustdagi o'sha eski bozorga. Bu bozorda turli antikvar narsalarni ham topsangiz bo'lar ekan. Xohlagan bo'lsangiz faqat рабочий. Turli tuman retro ochkilar, telefonlar. Kimdan balki eski narsasi bo'lsa olib chiqib sotish mumkin ekan. Kolyaskalar. Bu narsa endi sharoiti og'irlar uchun ham juda yaxshi tanlov bo'ladi deb o'ylayman, chunki yangi olishga imkoniyati yo'qlar uchun yaxshi bo'ladi. Ularga yangi narsalar bo'ladi. Nech puldan krasovkalar? 35 ming so'mdan ekan, yangi krasovkalar mana. Neylar 35 ming so'm, cheshga tartishgada. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun bizning Bilarmidingiz sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda bundan ham qiziq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz siz muxlislar uchun. Bu videoni yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Avtomobil uchun ham kerakli ehtiyot qismlar topsangiz bo'lar ekan mana. Sirdo'rdan qolgan narsalar deysizmi? Qanaqadir texnikalaringiz, Sirdo'rdan qolgan texnikalaringiz buzilib qolgan bo'lsa, mana shunaqa texnikalarni topsangiz bo'lar ekan bu bozordan. Kalon tashkilotlar mana turli kalonkalar o'zlari yasab qo'yishgan ekan, radiolar bor ekan. Mashinalar uchun mana bunaqa kalonkalar, turli tumanlar. Zaryadniklar. Zaryadniklar kitobda topilmaydigan bo'lsa, mana shu eski bozorga kelsangiz, mana bu yerda turli xil narsalar bor ekan. Hamma narsani zaryadnikdan topsangiz bo'ladi. Bu bozor Chust bozorining ichkari tomonida ekan. Mana bu joyda yangi instrumentlar. Bu bozorda faqat eski narsalar emas, yangi narsalarni ham sotishyapti. Mana bakarishkalarni ham sotishyapti. Kerak bo'lsa bakarishka ham olib ketishadi. 3 qo'ldirali skuter olaman deganlar uchun 3 qo'ldirali skuter ham bor ekan mana. Hamma narsalarni ham sotilar ekan. Kerak bo'lsa kelaveringlar. Oldingi zamonda trendda yurgan motorlar. Mana telefon raqamlar, kimga agar mana shu motor qiziq bo'lsa, telefon qilaverishdi telefon raqamga. Yo'q, mana eshik derazalar. Eshik derazalar ham ishlangan rabochilar ekan, lekin olib qo'ysa bo'ladigan. Motosikletlar uchun patrushalar. Motosikletga qiziqadiganlar bo'lsa, eski motosikletlar bo'ladi-ku. Ish, eskigan motosikletlar, ashlarga zapchastlar bor ekan. Brüjelga berasizmi? Gaz plitalar. Bu yana eshik eza. Juda katta ekan Chustdagi eski bozordan. Men oxiriga qarab ketyapman. Avtomobil uchun turli tuman zapchastlar, kolyaskalarga zapchastlar bor ekan. Xullas, kimga qanaqa antikvar tovarlar kerak bo'lsa ham kelaverasizlar. Mana shu bozordan topar ekansiz. Yo'q, mana mashinani ehtiyot qismlari. SSR davrida ishlab chiqarilgan turli tuman kastrulchalar, bachokchalar, kanistrlar, qozonlar bor ekan. Skоворodkalar, rossiyskiy. Propan balonlar bor ekan. Propan balon necha pul? 550 ga 450. 550 ming kattasi, 450 ming kichirog'i ekan. 40-50 mi? Bu 40-50 mi? Yo'q, 50 ga 60. 50 litr 60 litrli ekan.
Eski bozorda skuter bozori ham bor ekan. Mana skuter bozoriga keldim. Skuter bozori. Hech pul ekan bu? 1 million. 1 million so'm mana. Skuter velosiped. Akkumulyatori yaxshimi? Unga kerak bo'lsa mana Chust bozoriga tashrif buyuringlar. Bolachalar uchun kichkina velosipedchalar. Bittada ukasi yo'q, boshqa o'zi. O'yinchoqlar. 1 minutda olib ketadi shu bilan. Qancha beryapsiz? 100 beryapti. Ana shu velosiped 100 ming so'm. Bu bozorda telefonlarning ham turli tumanlari bor ekan, arzon narxlarda. Xohlagan telefoningizni tanlab olsangiz bo'lar ekan. Nech puldan boshlanadi telefon narxlari? Telefon hozir ishlab turgani 300 mingdan 1 milliongacha bor. 300 ming so'mdan 1 milliongacha ishlab turganlari ekan. Garantiya yo'qlari 5 ming so'mdan 100 minggachami? Ha. Zapchastga ham olsalar ham bo'lar ekan. Chustdagi eski bozor.